Hali olimpiadalarning ikkinchi bosqichi boshlanish arafasida hozir davom etyapti. Ikkinchi bosqichiga saralab olingan, maktablarda saralab olingan o'quvchilarni aniqlanyapti. Namangan shahar. Yana pryamoqdamiz. Hozir aynan olimpiada jarayoniga barcha o'quvchilar qabul qilindi. Namangan shahridagi Qara birinchi o'rta ta'lim maktabining direktori Ilhomjon aka bilan birgamiz. Ilhomjon aka, bu ikkinchi bosqich olimpiadalarga saralab olish jarayoni qanaqa bo'ldi va aynan o'zingiz maktabingiz misolida gapirib bersangiz va qanday tashkillashtirilyapti, qanaqa ketyapti? Hozir asosiy fan olimpiadaning ikkinchi bosqichi shahar bosqichi tashkil etilyapti. Mana hamma bolalarimiz uchun sharoit yaratib berildi. Eng yaxshi tomoni 3 smenada bo'lib bo'lyapti. 9-sinf alohida, 10 alohida, 11 alohida. Bir-biriga mushatli maydon holat bo'lyapti. Bolalar uchun hamma narsa onlayn bo'ladi. Hamma ma'lumotlar soat 10 da tarqatiladi, 100% keladi respublika bo'yicha. Bu yana bir shaffoflikka dalolat beradi. O'z bolalarimiz o'zi kirib o'tirishdi. Har bittalar uchun alohida personalniy kompyuter bo'ldi. Ortiqcha zapasi bilan tayyorlab qo'yildi. Bularga tayyorlash uchun demak 78 ta kompyuter bor, 74 ta bola o'tirdi, kelib tayyorgarlik boshlandi. Bu ikkinchi bosqichdan keyingi bosqich qanaqa davom etadi? Ikkinchi bosqichdan keyin uchinchi bosqich viloyat bosqichi bo'ladi. Bundan saralab olinganlar viloyat bosqichida qatnashib, demak shaharni himoya qilishadi. Bundan asosiy maqsad bo'lyapti xalqaro fan olimpiadalarida O'zbekiston sharafini munosib himoya qiladigan o'quvchilarni tanlashning asosiy e'tibor boshqa qaratilgan. Asosan iqtidorlilarni tanlab olishga. Tanlab olinsa, ertaga mana respublika bosqichda ham g'olib bo'lganlar alohida bilan tanlab xalqaroda O'zbekistonni bilim o'quvchilari qayerda bilimga ega ekanligini ko'rsatishyapti xolos. Shuning uchun maktabgacha ta'lim va maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi mudiri ham so'zlarida Shohsha Muhammadjonovni alohida ta'kidlab o'tgan ekanlar-da. Bizni ichimizda mana shu turgan o'quvchilarimiz ichida hali xalqaro olimpiadalarning vakillari turgan bo'lsin deb. Xudo xohlasa biz ham omad tilaymiz bu o'quvchilarimizga. Hammalariga omad tilaymiz. Mana xususiy maktablardan qatnashyapti, agentlik maktabdan qatnashyapti, hamma maktabdan qatnashyapti. Bular barcha o'quvchilarga omad tilaymiz. Bu o'quvchilar viloyat bosqichida shaharni, respublika bosqichida viloyatni, xalqaroda O'zbekiston sharafini munosib himoya qilishadi. Xudo xohlasa. Mana Ilhomjon aka, sizni maktabingizda ham xalqaroga chiqadigan darajadagi o'quvchilar chiqadi? Bor, xudo xohlasa. Chunki biz shahrimizni sha'nini himoya qilishda biladi. Xudo xohlasa. Omad tilaymiz.